Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindaşlar, anlavatqınыңlar Muhammed ibn Sulayman Maghribi'nin Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul ve Mecmu'us Zawaid namlı kitabının 5. tomu, yani hadisler toplumunun 5. tomu. Biz jaza icra qilish bölümünü okuvatımız, kage yerden davamlaştırımız. Uğurluqның jazası ve jazası yok uğurluq. İmam Buxari'nin rivayetinde Aişe radhiyallahu anhadır rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında bahası bir qalqanның qımmetinden tövən turduğan narsalarni o'g'irlaganlarning qo'li kesilmagan. Nesai'nin rivayetinde Aişe radhiyallahu anhadır rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: bahası qalqanның qimmetiga to'g'ri kelgudek bir narsa o'g'irlagan o'g'irning qo'li kesiladi. Qalqanның bahası çarek silladır. İmam Müslim'nin rivayetinde İbn Ömer radhiyallahu anhuma'dır rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 dirhemlik bir qalqanni o'g'irlagan o'g'irning qo'lini kesgan. İmam Malik'nin rivayetinde Amr binti Abdurrahman mundaq deydi: Osman radhiyallahu anhu'nun davrida bir o'g'ri bir tal turunç, yani bir xil meva o'g'irladi. Osman radhiyallahu anhu o mevani baholashga buyurdi. Bahası 3 tenge deb bekitilgandan keyin uning qo'lini kesishga buyurdi. U chaqda bir tilla 12 tengega teng edi. İmam Buxari'nin rivayetinde Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dur rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah o'g'riga la'nat qilsin ki u bir tal tuxum yoki bir tal arg'amchi o'g'irlab qo'li kesiladi. Amash mundaq deydi: Shu davrdagi olimlar bu hadisga to'xining tuxumi emas, balki chuyundan qo'yilgan top maqsad qilingan, arg'amchidanmi bir qancha tengiga teng keladigan arg'amchi maqsad qilingan deb qaraydi. İmam Buxari'nin rivayetinde Aişe radhiyallahu anhadan mundaq rivayet kılındı: Quraysh qabilesining Mahzum aymıqıdan bolgan bir ayolning o'tkazgan o'g'irlik jinoyati Quraysh qabilesining beshini qaturdi. Ular bir-biriga kim bu ayolning afu qilinishi uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ig'iz ochdi deyishdi va bu ishqa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bakmi yaxshi ko'radigan Osama ibn Zayddan boshqasining loyiq emasligiga tushunibdi. Osama ibn Zayd ularning tavsiyasi bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ig'iz ochgan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Sen Alloh bekitgan jazoning ijro qilinmasligi uchun shafaat qilg'ili keldingmi?" deb uningga qo'ydi. Ondan o'rnidan turib jamoatga xitob qilib: "Sizlardan burungi ummatlarning halokatiga shundaq ishlar sabab bo'lgan edi. Chunki ularning ichidan biror esilzoda o'g'irlik qilsa, u jazoga tortilmaydi. Odatki biror bechora o'g'irlik qilsa, u darhol jazoga tortiladi. Allohning nomi bilan qasamki, agar qizim Fatima o'g'irlik qilib salsa, uning qo'lini kesiman" dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Aişe radhiyallahu anhadan mundaq rivayet kılındı: Mekke'ni fetih qilish g'azotida Quraysh qabilasilik bir ayolning o'g'irlik voqeasi Quraysh qabilasining beshini qaturdi. Buxariyatga yana bir rivayatda mundaq deyilgan: Osama radhiyallahu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga u ayol to'g'riliq ig'iz ochgan edi. Payg'ambar alayhissalomning chiroyi o'zgarib ketdi va Osamaga qayib: "Sen menga Alloh bekitgan bir jazoning ijro qilinmasligi uchun so'zligil keldingmi?" dedi. Bunu anlagan Osama radhiyallahu anhu: "Ey Rasulullah, men mag'firat tilab duo qilgan" dedi. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u ayolning qo'lini kesishga buyurdi. Qo'li kesilgandan keyin u ayolning tavbasi ish harakatlarida o'z ifodasini topib, axloqi tuzaldi va yotliq bo'ldi. Aisha radhiyallahu anha: "Shundan keyin u ayol biror ish bo'lsa menga aytadi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yetkazdim" degan. Abu Davudning rivayetida mundaq deyilgan: Kimki nama'lum bir ayol yurt ichida tonilgan kishilarning nomida boshqalardan zibizinnat o'tnelib setivetdi va keyin tutilib qilib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldiga keltirildi. Kimligi nama'lum bir ayol yurt ichida tonilgan kishilarning nomida boshqalardan zibizinnat o'tnelib setivetdi va keyin tutilib qilib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga keltirildi. Payg'ambar alayhissalom uning qo'lini kesishga buyurdi. Nesai'nin rivayetinde İbn Ömer radhiyallahu anhumadan mundaq rivayet kılındı: Mahzum aymıqıdan bolgan bir ayol boshqalardan narsa kerak o'tnelib bo'lib tinib olatdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning qo'lini kesishga buyurdi. Nesai'nin rivayetinde Amr ibn Shuayb dadasi orqali bo'lsidan mundaq rivayet qildi: Muzayna qabilasilik biri Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib: "Ey Rasululloh,
tog'dan, ya'ni yayloqdan o'g'irlangan mol to'g'risida qanday qaraysan deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'g'irlagan molni qo'shlab to'laydi va jazolanadi. Chunki Eğilning sirtidan o'g'irlangan mol uchun qo'l kesilmaydi. Agar eğildagi molni o'g'irlasa va o'g'irlangan molning qimmati bir qalqonning qimmatiga yetsa, uning qo'lini kesish kerak. Bir qalqonning qimmatiga yetmasa, o'g'irlangan mol qo'shilib to'yiltildi va jazolash uchun bir qancha qamchi urildi dedi. U odam yana: "Ey Rasululloh, shehidagi mevani o'g'irlasa, buning qancha hukm bor?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'g'irlangan meva qo'shlab to'yiltiladi va jazolash uchun bir qancha qamchi uriladi. Chunki shehidagi mevani o'g'irlagan kishining qo'li kesilmaydi. Ammo ombardagi mevani o'g'irlagan bo'lsa va o'g'irlangan mevaning qimmati bir qalqonning qimmatiga yetsa, qo'li kesiladi. Bir qalqonning qimmatiga yetmasa, o'g'irlangan meva qo'shlab to'yiltiladi va jazolash uchun bir qancha qamchi uriladi dedi. İmam Malik'nin rivayetinde Muhammed ibn Yahya ibn Ebban mundaq deydi. Bir qul birining big'idan bir tal xurmo notisini o'g'irlab apirib, o'z xo'jayinining big'iga tutdi. Notining egisi yo'qolib ketgan notini izlab chiqib, uni topdi va notini o'g'irlagan qulning ustidan Marvan ibn Hakamga arz qildi. Marvan qulni tutib kelib so'lab qo'ydi va qulini kesmoqchi bo'ldi. Qulning xo'jayini buni ko'rib Rafi ibn Xadij radhiyallohu anhuning yoniga yugurib berib ahvolni ma'lum qildi va bu ishning hukmi to'g'riliq so'radi. Rafi ibn Xadij radhiyallohu anhu onunğa "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning meva yoki mevlik daraxtning meva qatorliqlarini o'g'irlash bilan qo'l kesilmaydi deganligini anglagan edim" dedi. Buni anglagan xo'jayin Marvan ibn Hakam mening bir qulimni tutib oldi. Uning qo'lini kesmoqchi bo'lyapti. Sen men bilan Marvanning yoniga berib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan anglagan bu hadisni uning anglatgan bo'lsang dedi. Shuning bilan Rafi radhiyallohu anhu uning bilan billa Marvan ibn Hakamning yoniga bordi va Marvandan "Sen buning bir qulini tutib oldingmi?" deb so'radi. Marvan "A" dedi. Rafi radhiyallohu anhu uni qanday qilmoqchi bo'lyapsan deb so'ragan edi. "Qo'lini kesmoqchi" deb javob berdi. Shuning bilan Rafi radhiyallohu anhu "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning meva yoki mevlik daraxtning meva o'g'irlan qatorliqlarini o'g'irlash bilan qo'l kesilmaydi deganligini anglagandim" degan edi. Marvan u qulni qo'yib yutishga buyurdi. Abu Davudning rivoyatida Marvanning u qulni bir qancha qamchi urib, ondan qo'yib berganligi naql qilingan. Tirmizining rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Omonatga xiyonat qilgan xiyonatchining, ko'rsatib turib elib qochgan bulongchining va ko'zini pallab turib elib qochgan o'g'rining qo'li kesilmaydi." Abu Davudning rivoyatida Abbad ibn Shurahbil radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bir yili qurg'oqchilik ofatga duch kelib, yigirek hech narsam qolmadi. Shuning bilan Madinadagi bog'lardan biriga kirib, bir tal bashaqni uvlab yedim va iteklarimni to'ldirib ko'tirib mangan edim. Bog'ning egisi kelib meni urdi va kiyimimni tortib oldi. Men shikoyat qilib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelsam, Payg'ambar alayhissalom bog' egasiga "Bu bilmagan bo'lsa, o'gitib qo'ysang, qo'rs qoch bo'lsa to'yg'izib qo'ysang bo'lmamdi" dedi va kiyimni qaytarib berishga buyurdi. Shuning bilan u kishi kiyimini qaytarib berdi va menga bir yoki yarim vasaq ochliq berdi. Vasaq o'lcham birligi bo'lib, bir vasaq 60 saga, bir sa 2 kilo 170 gramga teng. İmam Buxariyning rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kim bo'lishidan qat'iy nazar biri boshqa birining sig'im melini ruxsatini olmay turib sig'ib olmasin. Boshqalarning ambiringlarini o'rib, yemek içmekenlarni to'shib ketishini xohlamsizlar? Malning yilini mal egisining yemek içmeken saqlaydigan ambardir. Shuning uchun kim bo'lsa bo'lsin boshqa birining melini ruxsatsiz sig'ib olmasin." Tirmizining rivoyatida Samura ibn Jundab radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Bir padini ko'rganda uni sig'ib ichmoqchi bo'lsanglar, padining egisi u yerda bo'lsa, egisidan ruxsat so'ranglar. Egisi ruxsat qilsa sig'ib ichinglar. Padining atrofida hech kim bo'lmasa 3 qatim tovlanglar. Birarsi javob berib qolsa, uningdan ruxsat so'ranglar. Hech kim javob bermasa sig'ib ichaveringlar, ammo sig'ib elib ketmanglar." İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Boqqa kirib mevadan yeyishga bo'ladi, ammo yanjiq silib chiqib ketishga bo'lmaydi."
İmam Malikning rivoyatida Abdullah ibn Amr ibn Az-Rami bir qo'lni elib Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhuning oldiga keldi va buning qo'lini kes, chunki bu o'g'irlik qildi dedi. Ömer radhiyallohu anhu uningdan nima o'g'irladi deb so'radi. U ayolimning 60 tangalik bir eynikini o'g'irlab oldi dedi. Buni anglagan Ömer radhiyallohu anhu uni qo'yib, uning qo'lini kesishga bo'lmaydi, chunki o'zining xizmatchisi o'zining narsasini o'g'irlabdi dedi. Ebu Davud'un rivayetinde Cabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Cabir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı bir oğru elip gelingen idi. Peygamber aleyhisselam öldürünler dedi. Sahabeler ey Resulullah o fakat oğurluk tuttu degen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem undaqda kolunu kesinler dedi. Şunun bilen onun kolu kesildi. O oğru yana oğurluk cinayeti bilen elip gelindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana öldürünler dedi. Sahabeler ey Resulullah o fakat oğurluk tuttu degen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem undaqda putunu kesinler dedi. Şunun bilen onun putu kesildi. Üçüncü qatim yana oğurluk cinayeti bilen elip gelindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana öldürünler dedi. Sahabeler mi yana ey Resulullah o fakat oğurluk tuttu degen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem undaqda onun kolunu kesinler dedi. Şunun bilen onun yana bir kolu kesildi. Dördüncü qatim yana keltirilgen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana öldürünler dedi. Sahabeler ey Resulullah o fakat oğurluk kılgan eken degen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem undaqda onun putunu kesinler dedi. Şunun bilen onun yana bir putu kesildi. Oğru 5-nji qatim yana keltirilgen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana öldürünler dedi. Şunun bilen biz o oğrunu elip çıkıp öldürdük. Andın onu söyrep apırıp bir quduq taşladık ve üstüge taş taşlap kömüp ettik. Elbani Hasan depdik. İmam Malik'nin rivayetinde Abdurrahman ibn Qasim dadisi mundaq rivayet kıldı. Bir putu ve bir kolu kesilgen Yemenlik biri Medine'ye kelip Ebu Bekir radhiyallahu anhu'nun uyuga tushdi ve Ebu Bekir radhiyallahu anhu Yemen valisinin özüge zulüm kılganlığını aytip şikayet kıldı. Onun keçisi kopup namaz okuduğunu görgen Ebu Bekir radhiyallahu anhu senin keçen hiçbir oğrunun keçisiga okşamaydı eken dedi. Aradan uzun ötmey Ebu Bekir radhiyallahu anhu'nun ayali Esma binti Umays radhiyallahu anha'nın bir tal zinciri yoqap ketdi. Yemenlik adamı ularga yoqap ketken zincirini izleyip berdi. O özlerdi pat ey Allah bu yaxşı ayalının uyuga kirgen oğrunun cazasını bergesin dep koyatdi. Ular zincirini izlep berip bir zergerning yanından tapdı. Zerger bu zincirini Yemenlik çolaqning elip kelganligini aytdi. Çolaq qilmishni iqror qildi yoki boshqalar uning elip kelganligiga guvohlik berdi. Shuning bilan Abu Bakr radhiyallohu anhuning buyrug'i bilan uning sol qo'li kesildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Allohning nomi bilan qasamki, men uning o'ziga beddua qilishini, o'g'irlik qilishidan bekrak ar oldim dedi. İmam Malik'nin rivayetinde Yahya ibn Abdurrahman ibn Atib bundaq deydi. Çoğun dadam Atib'nin qulları Muzayna qabileslik birinin bir tuyak tögüsünü o'g'irlab kelib so'yib yedi. Bu vaqa Ömer ibn Xattab yetkazilgan edi. Ömer radhiyallohu anhu Kesir ibn Salit radhiyallohu anhu'ni ularning qo'llarini kesishga buyurdi. Arqadilla Atib radhiyallohu anhuga qaraganda sen ularni och qo'ydiganda qilsan, Allohning nomi bilan qasamki, buning uchun seni ig'ir jazolayman dedi. Ondan Muzayna qabilasi kishidan to'gan qancha pullik to'gi edi deb so'radi. U Allohning nomi bilan qasamki, men o to'gini 400 tanga sotmagan edim dedi. Buni anglagan Umar radhiyallohu anhu Atibga undaqda sen bu kishiga 800 tanga bergin dedi. İmam Malik'nin rivayetinde Nafi radhiyallahu anhu mundaq deydi. Abdullah ibn Ömer radhiyallahu anhu'nun bir qaçqın quli o'g'irlik qilgan edi. Ibn Ömer uni tutib olib, qo'lini kesish uchun Madinaning valisi Said ibn As radhiyallahu anhu'ning yoniga avatdi. Ammo Said ibn As qaçqın qul o'g'irlik qilsa qo'li kesilmaydi deb uning qo'lini keskil unumidi. Abdullah ibn Ömer radhiyallahu anhuma sen bunda hukmni Allohning qaysi kitobida ko'rding dedi. Da u qulning qo'lini kesishga buyruq qildi. Shuning bilan uning qo'li kesildi. Abu Davud'un rivayetinde Azhar ibn Abdullah Arazi'den mundaq rivayet kılındı. Kelai qabilesinden bir top kişinin ners gerekleri o'g'irlanib ketgan edi. Ular to'qimchilik bilan shug'ullangan bir qancha kishidan gumonlandi va Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu'ning yoniga kelib ahvolni aytdi. Nu'man radhiyallohu anhu to'qimchilarni bir qancha kun so'lab qo'yib, keyin qo'yib berdi. Ular Nu'man radhiyallohu anhu'ning yoniga kelib, "Sen ularni urib, qiynab boqmasdilla qo'yib beribsan" deyishdi. Nu'man radhiyallohu anhu, "Sizlarcha nima qilib bersam bo'ladi? Xohlasanlar men ularni urib
o'ynay. Agar sizlarning naskirkinglar ulardan chiqdi, chiqmay qolsa, ularni qanchalik urgan bo'lsam, sizlarni shunchalik urishim kerak dedi. Ular bu sening hukmingmi deb so'raganda, Nu'man radhiyallohu anhu bu Alloh va Alloh rasulining hukmi dedi. Abu Davudning rivoyatida Abu Zar radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni ey Abu Zar deb chaqirdi. Men farmonbardirman ey Rasululloh deb javob bergandan keyin o'lim afti ko'p bo'lib ketib, hatto meyitni qo'yadigan bir uy, ya'ni qabra bir qulning qimmatiga setib olgudek darajaga yetadigan zamonda sening ahvoling qanday bo'lib ketar deganida men Alloh va Allohning rasuli bilar yoki Alloh va Allohning rasulining ixtiyor qilgani bo'lar dedim. Payg'ambar alayhissalom ana shu vaqtda bakmi savrchan bo'lgan dedi. Abu Davud mundaq deydi. Bu hadisga asosan Hammad ibn Abu Sulaymon degan zot kepan o'g'risining qo'li kesiladi, chunki u meyitning uyiga kirgan bo'ladi degan. Nasaining rivoyatida Usayd ibn Uzayr ibn Simak radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir narsani o'g'irlatib qo'ygan kishi u narsani o'zi gumon qilgan kishidan boshqa birining qo'lida ko'rsa, ya uni setib olgan kishidan o'zi pul berib setib olsin yoki o'zi gumon qilgan o'g'riga to'latkizsin deb hukm qilgan. Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumalarmi shunday hukm qilgan. Busri ibn Arta radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning safarda o'g'irlikning jazosini ijro qilish uchun qo'l kesish bo'lmaydi deganligini anglagan edim. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Sha'bi mundaq deydi. Ikki kishi bir odamning o'g'irlik qilganligiga guvohlik bergan edi. Ali radhiyallohu anhu shularning guvohligiga asoslanib uning qo'lini kesdi. Ondan u ikkisi boshqa bir odamni olib kelib, asli o'g'ri bu edi, biz oldingi odamni o'g'ri deb xato qilibmiz deydi. Shuning bilan Ali radhiyallohu anhu ularning guvohligini amaldan qoldirdi va ularning qo'li xato kesilgan kishining diyetini o'ldirib olgandan keyin bu ishni qasddan qilganligini bilsam, ya'ni shundoq deb qaragan bo'lsam qo'linglarni kesatdim dedi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.